Assalomu alaykum mutaxassiskorlar, yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Meni kuzatib boradiganlar, svarshiylar. Sochim qalay yarashibdi? Gap sochdan emas, gap mototsikl haqida ketadi. Men o'zimga yozishyapti, chunki men воздушный охлаждение, ya'ni havoda muzlaydigan mototsikl oldimdan bekor qilsiz, budjetniy variant olish kerak emas edi, yaxshiroqdan olish kerak edi. Men hozir budjetniy variant bilan topoviy variantlarni farqini aytib beraman. Ya'ni водяное охлаждение, ya'ni suvda muzlaydigan dvigatel bilan ichki yonuv dvigateli bilan havoda muzlaydigan dvigatelini o'sha dvigatel o'rnatilgan mototsikllarning ham topoviy varianti bor, ham budjetniy varianti bor. Endi buni hozir farqini aytamiz. Ana ketdik. Coyote T4L, K4L 300 kubali bu motor. Birinchi bo'lib motor 176, 172 emas, 169 emas, 166 emas. Bu 172 motor уже topoviy hisoblanadi. 300 kubali. Farqi balans vali bor. Keyin bunda klapan 4 tali, bitta valv. Keyin budjetniy mototsikllarda основном temir ishlatiladi, alyumin emas, podveskada. Progressiyasi bor. Progressiyasi budjetniy mototsiklda ham progressiya bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. И topoviyda ham также progressiya bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Mana bu progressiya deydi. Bu ya'ni sakrab tushganda yumshatib beradi, udarni o'ziga oladi. Amortizator. Amortizatorlari mana orqadan boshladik-ku. Orqa amortizatori demak bunda regulirovkaligi bor, yonida bochkasi bor, havo bochkasi bor. Buni qattiqligi, yumshoqligi regulirovka, ya'ni o'zbekchasiga nima bo'lardi? Ular nastroyka qilsa bo'ladi, to'g'rilasa bo'ladi, ya'ni yumshoq, qattiq qilib o'ziga xohlaganicha qilib olsa bo'ladi. Ya'ni tez yurganda sal jo'stkroq qilinadi, crossda bo'lsa, enduroda bo'lsa yumshoqroq qilinadi. Keyin ikkinchi varianti topoviyda обязательно anaqa yuradi. Nержавейка, ya'ni zanglamas metalldan yasaladi глушители и zanglamas metalldan yasaladi. Budjetniy variantda обязательно ekonom sifatida temirdan yasaladi, qora bo'ladi. Keyin bulari mana budjetniy variantda tunika bo'ladi. Bu quyma alyumin. Bu ham temirdan bo'ladi. Alyumin qilingan quyma. Bu nimaga alyumin? Vesini mototsiklni og'irligini, vaznini yengillashtirish maqsad. Keyin oldi vilkaga o'tamiz. Oldi vilka mana ko'ryapsizlar. Bu ham regulirovkali. Ya'ni mototsiklni sakrab tushganida yumshoq tushishi, qattiq tushishini yuradigan trassingizga qarab. Ya'ni agar crossda tez yurish kerak bo'lsa, qattiqroq olasiz. Agar enduroda sakrab yurish kerak bo'lsa, unda yumshoqroq olasiz. O'zingizga moslashtirib olasiz. Bu mana topoviy variantlardan deyiladi. Endi hozir уже даже budjetli ham уже mototsiklga уже ehtiyoj qolmayapti, menimcha hamma уже topoviyga o'tib ketyapti. Keyin mototsiklimizda buksator bor. Oldida ham mana bu bolt. Ya'ni enduroda yurganda agar xabaringlar bo'lsa, balonni ikki davleniya qo'ymaymiz, 0.6 gacha tushirib olamiz, pasaytirib olamiz havosini. Chunki toshlarning ustida mana bu tishlari to'liq effekt berish uchun biza davleniyasini tushirib olinadi. Tushirib olgan paytida pokrishka diskani ustidan, ya'ni diska pokrishkaga nisbatan o'zi aylanib ketmasligi uchun, pokrishka diskani ustida aylanib ketmasligi uchun, kamerani anaqasini kamerani yirtmasligi uchun biz buni обязательно tushirib olamiz. Buksator mana shu vazifani bajaradi, ya'ni balon diskani ustida o'zi aylanib ketmaydi. Havo yo'liga, havo pastligiga nisbatan. Davleniyasi past bo'lsa, bosimi past bo'lsa aylanib ketishi mumkin. Mana orqada ham mana buksatori bor. Buksator pokrishkani diskaga qotirib turadi. Ya'ni davleniyani qancha tushirsangiz ham pokrishka diskadan ajralib qolgan taqdirda ham pokrishkani o'zi aylanmaydi. Ya'ni gazni bosganingiz diskani o'zi aylanmaydi, pokrishka qolib ketmaydi. Ya'ni tortib ketaveradi любой joyda. Mana shu. Bu endi menda pavorotniklari yo'q, faralari yo'q o'zi. Tormoz chiroqlari bo'lmaydi bunda. Bu chunki
toza tog' variant, ya'ni crossway. Crossway bo'lib, chunki crosswayda 19 orqada 19 bo'lishi kerak. Bu 18 bo'lganning hisobiga уже enduro hisoblanadi. Mana bunaqa faralari bo'lmaydi bunda oldida. Unga отдельно zakaz qilganman men. Отдельно fara zakaz qilganman. Bularni endi o'rnataman. Xudo xolasa mana shu. Farqi shular bilan farq qiladi. Top-wheel va budjetni. Ya'ni men aytmoqchimanki, men olgan budjetni hisoblanmaydi. Budjetni hisoblanmaydi. Top-wheel hisoblanadi. Просто men uni narxini arzonlashtirish uchun поворотный fara, speedometer qo'ydirmadim. Menga keragi yo'q uni. Men faqat tog'da yurganimdan keyin menga поворотный. Endi farani отдельно zakaz qildim, чтобы farasini qo'yish, farasi bo'lsin dedim, chunki qorong'ida ham qaytib kelishim kerak. Поворотный tormoz chiroqlarini o'zim o'rnatib olsam menga arzonroq tushadi. Shuning uchun qo'ydirmadim. Shunaqa gaplar. Agar savollar bo'lsa, beraveringlar.